Aha. Bahrom aka savol. Bismillah. Hop. Asosiy adashgan joyi aqidadan emasmi? Chunki Alloh haqidagi tushunchalari deyarli hammasi noto'g'ri-da. Hmm. Shu haqida. Menimcha asosiysi ahmoqligida. Alloh taolo uni fahmini olib qo'ygan. Kallasi yaxshi ishlamaydi. Keyin natijada o'shanga ko'ra xulosa qiladi. Bitta misolni keltiray, menga raddiya beryapti-da, raddiyani qarang. Insof bilan hozir aytasiz. Men aytyapmanki, Alloh taolo Qur'onda inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun degan, to'g'rimi? Ha. Ana shu zikrdan ko'zlangan maqsad faqatgina Qur'on emas. Qur'on ham bor. Zikr Qur'onning bir ismlaridan bir ism. Lekin faqat Qur'on emas. Zikrning boshqa ma'nolari ham bor. Faman a'rada an zikri, Qur'onda oyat turibdi. Kim mening shariatimdan yuz o'girsa deb ma'no aytiladi shunga. Zikrning shariat ma'nosi ham bor. Zikrning sharaf ma'nosi bor. U bor, bu bor deyapman-da. Raddiyani qarang. O'sha bu aql inqirozidan dalilda bu darak. Raddiyani qarang, aytayaptiki, men aytdim endi, agar faqat Qur'on zikrdan mana shu o'rinda ko'zlangan maqsad faqatgina Qur'on degan ma'no bo'lsa, unda Alloh taolo qodir edi. Inna nahnu nazzalnal Qur'an va inna lahu lahafizun deya olardi deganman. Raddiyani qarang. Nima deb raddiya berar ekan shunga da qiziqib eshityapman-da. Raddiyani ahvolini qarang. Aytayaptiki, sen deyapti Allohga din o'rgatyapsanmi deyapti. Nima deb nozil qilishni sen o'rgatyapsanmi deyapti. Alloh taolo Qur'onda atuallimunalloha bidinikum degan deydi. Diniylarni Allohga o'rgatasizlarmi deydi. Bu yerdagi ahmoqlik shundan iboratki, o'zini Allohning o'rniga qo'yyapti. Men unga dars beryapman, unga o'rgatyapman, men misol keltiryapman unga. Alloh taolo qodir edi agar shuna Qur'onni o'zi bo'lsa. Zikr deb nozil qildi. Desam, sen deydi Qur'onni ismlarini bilmas ekansan. Qur'onda faloncha ism bor deb hamma ismlarni sanab chiqdi. Raddiyani saviyasini qarang. Raddiyani ahvolini qarang. Men bu bolaga nomini aytib gapirganimga afsus qildim. Umuman arzimaydigan odam ekan. Endi Qur'oni Karimda kofir bo'lgan jamoalarning mushtarak sifatlari bor, bir-biriga muvofiq keladigan. Nima desa, la yafqahun, tushunmaydilar. Ko'p anaqani farqiga bormaydilar. Bu ham shunaqa. Qarang, men zikrdan ko'zlangan murod faqat Qur'on emas, Qur'on ham bor desam, mana sen Qur'onni inkor qilyapsan deyapti. Yo'q, Qur'onni inkor qilmayapman. Qur'on bor. Lekin faqat Qur'on emas-da bu. Zikr bu. Zikrning hamma ma'nolarini o'z ichiga oladi. Alloh taolo shuni muhofaza qilganman deyapti. Desak, yo'q deyapti, Qur'onni deyapti, falon ismi bor, nur degan ismi bor, hidoyat degan ismi bor, ruh degan ismi bor. Uni ham o'rniga Qur'onni qo'ysinmi deyapti. Iso bilan aytinglarchi, shu raddiyami shu? Men nima deyapman, qo'bizim nima deydi? O'sha umumiy ma'noda bu ahmoq. Aql raso odam bunaqa bo'lmaydi. Ya'ni topgan odamlari ham shunaqa-yu. Bobomurod Abdullani kim aytadi aql raso odam deb? Kamol Yo'ldoshi kim aytadi shuni sal aqli joyida mana shu odam deb? Umuman aql raso odamlar emas. Endi aqli mana shunaqa bo'lgandan keyin, ahmoq bo'lgandan keyin iymonni, e'tiqodni, Qur'onni tushunmaydi. Oddiy meni gapimni tushunmayapti-yu. Qur'onni qattiq mukallafmi shunda, g'oyri mukallaf bo'lyaptimi shunda domla ular? Yo'q, endi jinni bo'lganda g'oyri mukallaf bo'lardi. Bu ahmoq bu. Ahmoq, tupoy deydi-yu, bular jinni emas. Bular tupoy. Hamoqat deydi bularni. Ya'ni saviyasi past odamlar, ko'rgazori keng emas. Masalalarni qiyoslash, to'g'ri bir-biriga solishtirishlik xususiyati yo'q bularda. Masalan, zarar bilan foydani uncha farqiga bormaydi bular. O'sha ma'noda bular oddiy xalq saviyasida ham emas-da, undan ham pastga tushib ketgan odamlar. O'shaning uchun atrofida ergashib yurganlarni ko'ringlar ahvolni. Aqlli raso odam yo'q. Evet, Ustoz rahmat, Alloh